surunkali migren holatlarida faqatgina nutritsiologiyani qo'llab migrendan butunlay xalos qilish mumkin emas. Savol tushyapti. Demak, nutritsiologiya yo'nalishi bo'yicha migrendan butunlay xalos bo'lish mumkinmi degan savol. Demak, nutritsiologiya avval nima bu desam, shu to'g'ri ovqatlanishni izga tushirib berish. O'sha ilgari demak dietologlar, nutritsiologlar bular shu bemorni to'g'ri ovqatlanishini, insonni to'g'ri ovqatlanishini tartibga solib berish. O'sha kaloriyasi bormi, kerak mumkin bo'lgan ovqatlar, to'g'ri ovqatlanishni tashkil qiladigan mutaxassislar. Demak, bu bilan migrenni, ayniqsa surunkali migrenni davolash mumkinmi desa, bu yo'q, mumkin emas. Bu qaysidir ma'noda yengillatib berish mumkin. Qaysidir holatlarda bu nafaqat migren xastaligini, umuman barcha xastaliklarni bu to'g'ri ovqatlanishni tashkil qilib berish natijasida yengillashtirish mumkin. Lekin butunlay davolab beradi deyish bu noto'g'ri fikr. O'zi har bir mutaxassis shifokor, u nevropatolog bo'ladimi, u xirurg bo'ladimi, muayyan bir kasallik bilan shug'ullanayotganda u xohlasa, xohlamasa u nutritsiolog o'zi. Har bir shifokor psixolog bo'lgani kabi. Demak, har bir shifokor, ayniqsa mana xirurgik yo'nalish oladigan bo'lsak, har bir xirurg o'zini operatsion amaliyotidan keyin ma'lum bir dietalarni, ma'lum bir ratsionlarni bemoriga tavsiya qiladi. Demak, bemorlar tomonidan nima qilish kerak? Shu tavsiyalarga rioya qilish kerak, xolos. Bu yengil emas, bu meditsina borki, bu soha mavjud. Bu endi hozir hali aytganimizdagi migrenga o'xshab trendga chiqqan so'z bo'lishi mumkin ijtimoiy tarmoqda.